Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda biz treadmill beramiz, faqat ertaga, bugun emas. Bugungi videoda esa biz nima qilamiz? Albatta, shu videoni kommentariyasiga nickinglarni yozib ketinglar va men sizlarga treadmill beraman. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, hozir bugungi videoda tezdagina 150 milliard qilib olamiz. Yaxshi. Tezda 150 milliard qilib olish kerak. Yo'q. Nimaga sakramay qoldi bu yerda? Hammayli. Hozirchalik narsa bo'lmaydi. Nimaga bu yerda hozir 2 marta bo'ldi? Bunisiz hamma narsa bo'ladi. Mayli. Ketdik. Qanday qilib menga tekkan yo'q? Men qanday qilib o'ldim? Video amalsiz boshlandi nimaga? Do'stlar, bilmadim, nimagadir video amalsiz boshlandi. Mayli. Hozir 435 level kuchaytirish kerak. Buni 435 bu juda ham kam. Mayli do'stlar, hozir biz 150 milliard qilib olamiz. Yaxshi do'stlar. Yaxshi ketyapmiz hozirchalikka. Fol qoldi. Tushimga. Mayli. Yaxshi. Biroz qoldi va biz 150 milliard bo'lamiz. Va shartlarni aytaman. Qanday qilib mendan so'z treadmilllar qo'lga kiritishingizni aytaman. Birinchi navbatda albatta biz treadmilllar beramiz. Juda ko'p. 10 ta treadmill berishim yo'q, 10 ta emas. 6 ta yoki 5 ta shuncha. Xullas, mana shu kommentariyada nickingizni yozib qoldiring va men sizga tashlab beraman treadmill. Buni ham albatta videoda tashlaymiz. Yaxshi. Do'stlar, agar siz admin abuzga kirishimizni xohlasangiz, shu videoda 5 ta like to'plang. To'g'ri, sizlarga treadmill berishimni xohlasalaring, mana shu videoda 5 ta like to'plang. 3 ta like to'plang deganim 5 ta ko'p bo'lib ketdi-da. Mayli. Bu video anchagina qisqa bo'ladi. Voy. Bor yo'g'i 1 milliard 500 million. Qanaqa 1 milliard 500 million bor yo'g'i kerak. Va bo'ldi. Unik sepadan beribdi. Cheksa tursak. Men mana anchagina olib qo'yganman Robux, mana 120 Robux. Hali yana olaman. 885. Qayerdan olding deslaring? Men Google'dan bitta free Robux beradigan joyni topdim. Ana shu yerdan oldim. Uni agar YouTube'dan qidirsangiz ham bor. Men YouTube'dan qidirdim va topdim. Bu yerda bizga anchagina beribdi. Keyingani qancha? 250 milliard. Bu esa anchagina ko'p. How is that? Gitarani olaylik. Yotoqsamani ham olish kerak bizga. Qo'mon kerak. Hozir bu yerda biz merge qilamiz. Xullas, mayli. Bu video maqsadi shu edi. Hozir esa biz chiqib ketamiz. Mana deslaring 5 minut qoldi. 5 minut emas hozir. Bir necha minut kutib tursalaring degandan shunaqa qotishlar. Iltimos kechirasizlar.
mana shunaqa qochishlar bo'ladi, nimagadir bo'lyapti to'g'rirog'i. Menda sizlarda ham bo'ladimi yoki faqat menda bo'ladimi, buni bilmadim. Tezroq ishram va men chiqib ketay. Leave. Yaxshi. Chiqib ketdi. Yaxshi. Bala chiqib ketdi. Hozir bu yerda biz switch accounts kirib mehizga kirib olamiz bizning asosiy akkauntimizga. Va buni ham bir ko'rsatib qo'yay sizlarga. Keyboard. Qanday qilib treadmill olishni bilasiz? Mana shu video tagida 3 ta like va nickingizni yozib qoldiring. Kanalimizga albatta obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. O'shandagina sizga treadmill beraman. Oxirgisiga. Orada bir yerda tezroq uchun ko'rsin. Soat ham kechki 11 bo'lishiga oz qoldi. Men shu paytda sizlar uchun albatta video olyapman. Mana men asosiy akkauntga ham 3x olib qo'yganman. 126 CP. Umuman sezilmaydi ham menga. Yaxshi. Yomon, juda ham yomon. Qo'tishlar bo'ladi shunaqa mayli. Gitarani ham olib qo'ydik. Bo'ladi, invertorga qilib endi mer chiqamiz. Yo, men aytmam qani. Gitaralar mana 1 2 3 4 ta bo'libdi. 5 ta bo'lishi kerak. Mana bular ham 4 ta. Shunkularda 3 ta kelganmikan? 2 ta kelgan ekan, qanaqadir. Ishlemizda bormi? Bizda bor, nechtaligini bilmadim. Aytaqtinglar, aytamiz. Bitta 3 ta bor ekan bizda. Mana bundan 3 ta bor ekan. Mayli ketdik. Bir marta 8 million olib kelay. Let's go. Boshlagan qarang. Anchagina vaqtim ketdi, lekin boshlagan. Boja 3 marta borib kelsam. Shunda menga 1.8 milliard bermaydimi? Bu qiziq. Yaxshi. Bo'ldi. Hozir bu yerda 3x HP borligini inobat qilsak ham bizga 40x HP'dan beryapti. 3x da tursam 126 HP'dan beryapti. Bu albatta juda kam. Bizga mana bu 1,5 trillion kerak. Buning uchun bizga yana 400 milliard ko'p ketmayapti. Mayli do'stlar, shu mana shu yerda bizning video ham tugagan.